Shahzoda uzr gapingiz bo'ldim. Hozir yuzingizda faqat SPF bor. Xuddi shunaqa, faqat yuzimda SPF bor. Tonalni yo'q. Yo'q, tonalka yo'q. Mana hozir mana professional bilaman ishimni, ani bir nima surib yaltiratgansiz ham deya olmayman-da. Bu terini ichidan yaltirasi. Ha, o'zingizni Terini ichidan. Yuzimni mana shunaqa yaltirashini hamma aytadi-da, o'sha juda ko'pchilik. Sababini aytaman-da, o'zim ham bu mahsulotimizdan oldin ko'rinishi boshqacha bo'lib kelardi. Analga kiribmanki, ichaman-da uni. O'g'lim ham ichadi, o'zim ham. Asosan bu antioksidant mahsulot birinchi yordami sizga teringizni ichki va tashqi tomonlama zaharli moddalardan himoya qiladi. Qarang, Shahzoda bitta narsa aytmoqchiman. Bu nima ham emas, real odziv yuzingizchi terisi ichidan yaltillayapti. Shunday. Menimda haqiqatan yulduz sezdimada, degandek yuz narsa toshib ketibdi dedilar-da. Men haqiqatan yaqinda bitta diyeta qildim, u tuxumli diyeta. U tuxumli dietada yuzimga narsa toshib ketdi. bittada siz aldiydi, bittada sizni 3-4 kilogacha tushirish mumkin. To'xtatgan ertasi kunga rahmat. Ertasi kunga yana siz o'sha vес yig'ib. Nechisiz? Hozir 74 ekanlar. Endi bir oydan keyin rezultatni ko'ramiz Shahzoda bilan birga. Sizga tuzib beraman programma bo'yicha, mana Yusufimni ham biladi. Programma bo'yicha bularni tavsiyalari bilan kirgan klientlarni hammasida o'tib juda ham zo'r. shuni qidirdim, mana siz bilan gaplashgandan keyin undan ham oldin men birinchi bo'lib o'tsiv qidiraman. Hamma mahsulot, bilmagan mahsulotni yomon o'tsiv ko'rmadim-da. Keyin o'sha internetda yomon o'tsiv bo'lmagandan keyin yaqinlarimdan so'rashni boshladim. Undan so'rasam, keyin uni ham yo'q deyishdi. Keyin siz bilan gaplashsam aytdilarki, Nozik, bu O'zbekistonga kirganda birinchi bo'lib sertifikat olgan mahsulot, bo'ladigan narsa emas deyishdi. Chunki biz shu kungacha boshqa narsalar kofedan ichib ko'rganmiz. Men nima dedim, ichmanglar. Sertifikati yo'q, ichmanglar desam ham ichdi. Undan keyin mana ovqatdan hazm bo'lmaydigan, to'liq mana shu og'riq, keyin anaqa og'ir bo'lib qolasiz. Egalari ko'payib ketdi. Talashib ketdi. Bu narsalar bilan organizmimizga kerakli moddalarga to'ydirganimiz uchun bizda keyin anaqa qo'shimcha vес qo'shilmaydi. Xuddi shu. Shahzoda shunda klientingizni 19 insulinni necha kunda? 14 kunda 9,5 ga tushirdim. 19,5. Mana shu narsa tushirib berdi. Mana shu mahsulot. Bu mahsulotni faqat yosharish uchun, terisini dog' ajinlari uchun deb o'ylaydi-da, lekin уже bu narsani men o'qib bilaman, уже realniy sinalgan. Sahr bilan ham zo'r ishlaydi bu mahsulot. Sahr ham tushirib beradi. Albatta, sahr nimadan kelib chiqadi? Insulin oshib ketishdan kelib chiqadi. Insulin gormoni deb yozilgan, ko'rasiz 19,4. Mana. Endi bunisini ko'rsatdim, hozir ochmayapti-da, mana yaqinlashtirib ko'rsangiz 8,9 bo'lgan. Даже 9 dan ham past. 14 kunlik rezultat mana shu narsa. Hozir necha kilosiz? 74. 74. 74, 6. Bir oydan keyin effektni ko'ramiz.